Sen qaydasan yürekim ana? Ana. Bu günlerini senin matem küllerin dep eytişki tilim bağmaydı. Çünkü koyaş senin toy mərikendek saltanatlik uzugan bu günün üçün hasretini nuru bilen təsəlliga qoşup ziminga çaşmaqda. Ana, bu günlerini senin nazar çırıqın dep eytişki tilim bağmaydı. Çünkü ay talay insanlığa nisip olmaydıgan bu toyundaki günün üçün hasret bilen tağ keynigi yoşurunmaqda. Ana, bahar gülleridek xushbo'y hidingni chechib uzigan bu kuningda tenimsiz o'qilgan Qur'onga qo'shilib yangragan qushlarning xandonidan ularning jannatdagi sen uchun qilayotgan madhiyalarni anglayotgandek bo'ldik ana. Mehrlik zemin. Sen qo'yningga olgan bu ana talay onalarga o'xshash ulug' ana. Uning muhabbati quyosh nuridan sehi. Uning bag'ri bahordan illiq. Uning qalbi tabiatdan go'zal. Uning mehri dengiz okeandan cho'nqur. Kainatning quyoshi bor edi. Tabiatning bahori bor edi. Altın üzükning yoqut ko'zidek chimanlarning ichidagi nozik chimandek bizning ajoyib bir onamiz bor edi. U boyada barakat bor edi. U boyada ittifoqlik bor edi. U boyada biz hammamiz bor edik. Ana, bizni tashlab qayalarga ketding? Yüreğim ana, bizning yana nurg'un armonlarimiz bor edi. Ana, sana deydigan talay yürek sözlerimiz bor edi. Ana, biz seni mangu uyimizning to'rida o'ltirdi debdimiz. Aql dana sözlerini davamlı anglaymiz deb o'ylabdimiz. Ana, acabmi kam aql kammiz. Ana, senin tatgan jafo mushaqqatlaring oldida seni chekimizga gul qilib qisib az edi. Kech kunduz put qo'lingni tutib kutsakmi ozlik qilar edi ana. Ana, sen nima degan qaysar ayolsan? Muhabbat uchun, oila uchun, farzandlaring uchun o'tqimi, suvg'imi qo'rqmay kiradigan qaysarligingni qandoqmi unutmaymiz ana. Muqaddas nikoh uchun aziz vataningni, mehribon ota-onang, qavmi qarindoshlaringni tashlab, musofir cho'lida oz qiynaldingmi? Sening shu davrlarda chekkan azob oqibatlaringni o'ylasam, o'tga tushgan qildak azobli to'lg'unaman ana. Marhum mo'minimiz bizni tashlab ketishga qandoq chidading? Podshoh bo'lsangmi kishining yurti degan hamon yoqi yurt. Bir chog'larda yurtim qenikin, ota-onam qenikin debmi qolasan? Chiroyli kiyinib chiqib, yugurib kiradigan tuqqanlaringning uyi yo'q deb qancha yilinsimi? Bolarimni yetim qilmayman. Qiynalsam jafo cheksam bolalarim uchun chidayman. Bolalarim uchun hammaga chidayman. Nima degan pidokor ayolsan ana? Ana shundoq talay odamlar berolmaydigan qurbonliklarni berib, muhabbatga chin aqidangni yuragingga tengib, 4 farzanding bilan marhum dadamga agishib, bu yurtga ko'chib chiqdim. Balalik chog'larim helama ko'z oldimda. Sening kech kunduz tinmay ishlashlaring,
qancha charchsangmi, qancha ishlasangmi, chiroyingdan kulkangni neri qilmaydi. Marhum dadamni xush chiroy bilan qarshilatdim. Gohi-gohida jimib qolardim. Yiroqlarga qarab, cho'nqur o'yga patatdim. Hozir o'ylasam, shu chaqlarda yurtingni qiyg'itib o'ynagan etiz qirlarni, ota-onangni, do'st yoralaringni seg'inib, pig'on chekayotgan damlaring kam ona. Ana, sen biz uchun talay badallarni to'lading. Arqa-arqadan tug'ilgan bolalaringning til bilan tasvirligisiz jafolarini bir o'zing yolg'iz tatding. Kunduzlari tugimas oila ishlari bilan mashg'ul bo'lardim. Kechalari uyg'onib qarasam, yo'tingda bola tavratkash, partuq tikib o'ltirardi. Shu chog'larda bu opam uxlamamdig'andu deb o'ylab qolardim. Yana ertaganda hammadan sahar turib, bir kunlik xizmatingni ajoyib ruhli kayfiyatda boshlaydim. Bizni barakatlik dasturxining atrofiga yig'atdim. Ana, qudratlik Alloh sana bu musofirlikni, jafo mushaqqatni bergan bilan yana 10 farzandni sana mukofot sifatida ato qilgan edi. 10 farzand go'yo yurak yepig'i o'tkazilgan 10 tal marjondek bo'yninga esiqliq edi. 10 tal barmoqingdek yurakingga tutash edi. Ular ko'z chanoqlaringdagi mehr buluqingni qong'icha uzib, bag'ringda mehr muhabbatga to'yinib cho'ng bo'ldi. Shunimi bugungi kunda hammaga muhabbatlik, xayri saxovatlik yigitlardan bo'lib chiqdi. Chunki ular sening mehring yurakingdan udim og'an ana. Bolalik chog'larimdagi xotiralar shunchalik aniq esimda. Qaysidir inalarim jafo sag'anda, rahmatlik dadam dadalarga xos keskin talabchanligi bilan uni qattiq adaplamoqchi bo'ladi. Lekin tadbirlik onam chiroyli tarbiya berib, o'ngshib oladiganligini aytib dadamga yelinib uni bag'riga bosadi. Keyin hammamiz ota-ona bo'ldik. O'ylasam, onam haqiqatanmi tasvirligisiz aqlli ayolgan. Navoda shu chaqlarda emdili xarakter ham g'ururi yetilayotgan ashu inilarim tayoq tanqid ostida tushkunlashib yomon yo'llarda qolgan bo'lsa, qandoqmi qilar edik? Yanala aqlli onamiz mehr muhabbatning hammadan yuqori turadiganligini, har qandoq narsani o'zgartirib talaydiganligini shu chog'larda tushungan ekan. Undaq misollar talay. Ana, meningcha bundaq onalarni tadqiq qilish, ularning farzand tarbiyalash usullaridan ulgi elish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, jafoliq kunlarni yetkichi tortdik. Qo'sh so'rigan o'kizdek bu jafolarni yetib oshqicha tortqini yanada onam. Dadam haqiqatanmi talaylik odamkan. Allah uningga iymon, e'tiqod, sabr, toqatlik, g'ayrat, jasoratlik, tadbirkor, aqlli bir ayolni halol jub qilib bergan ekan. Albatta, bu hamma erkak zotiga nisb bo'laveradigan baxt emas. Biz farzandlar texmi talaylikkanmiz. Sharofatxon hojimdek o'z ustida mehr muhabbati to'lib toshgan, ikki qo'lida mehnat ajri bor, tirishchan, chidamliq, polatdek irodalik bir onadan bizni operidi qilgan Allohga har vaqt hamdu sanolar aytamiz.
ajoyib mehmondo'st, hamdostxonlik, ko'ngli daryodek keng onamiz bizni umid ham ishonch bilan qatorga qo'shdi. Zimiston qishning kaynidan bosh bahorning keladiganligi, jafoning kayniga baxtning yoshiringanligi, sabr toqatning kuch qudratini his qildirib cho'ng qildi. Muqaddas Qur'oni Karimda mundoq bir xosiyatli qurba. İnsan qilgan ishining natijasini ko'rguchidir. Haqiqatan mu onamiz qilgan ishlarining natijasini ko'rdi. Yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni qilishga buyurgan farzandlar onaga himmat ko'rsatdi. Ana, seni qanchalik siyg'inayotganligimni til bilan tasvirlab berolmayman. Onaning qudratini, mehr muhabbatining qimmati butun vujudimga singdirib etgan. Menga onamga xizmat qilish fursati yaratib bergan Allohga ming martaba rahmat aytaman. Ana, sening yildan yilga yashinib kelayotganligingni ko'rib tursaqmi? Hammamizga mehmon ekanligingni bilib tursaqmi? Sening bizga qiymayotgan ko'zlaring kundan kunga nursizlanayotganligini ko'rib tursaqmi? Yeningda ko'p bo'lammidiq. İşləyman deb yuribdik. Bu ishning tugamaydiganligini, sening tugab ketadiganligingni bilmabdik. Ana, ajab aqlsizkanmiz. Nimishqini uyimizga opirib, to'rimizda ko'prak o'ltirg'izib ololmagandimiz. Bag'rimga bag'rimizni yiqib, yedinga qiynab ololmagandimiz. Tarbiya nasihatlaringni ko'prak anglab ololmagandimiz. Ah, ana, to'g'lisak ovozimizni anglayolmaysan. Öksüp yig'lasak ko'z yoshlarimizni surtib qo'yolmaysan. Dilimiz azor yesa, silab tasallimi berolmasdin. Ah, kammaski ketgan ana, boshqasiga don bergan kaptardek, gelingdekini sug'urib og'zingda bizga non berib cho'ng qilgan eding. Ajaba, esil dasturxonlarda o'ltirib, nozi ne'matlar yeyotganda sana sevginib baxmagan, sana nesibi ep baxmagan kunlarim uchun qancha pushaymon qilsammi o'rniga kelmaydi. Ana, bizni boqaman deb yoshlik go'zalliklaringda rangarang kiyinmagan, zibu zinnat esib boqmag'aning uchun kunda sana zar libos kiydirishga, la'li yoqutlarni qo'llaring emas, oppoq sochlaringga zinnat qilib esishga imkoniyatim bor turibmi, qilmag'anim uchun qancha ursammi kechikibdiman. Ana, sana har kuni zamzam qo'yib berishga qodir edim. Acaba yanında o'ltirib, bir piyola choy qo'yib berib, qancha mungdish o'ltirsammi, pul yig'aman deb yuribdiman. Lekin seningdan ortiq boylikning mangu bo'lmaydiganligini bilmabdiman. O'ynab kulaman deb yuribdiman. Sening hidingni purab, yomurliq so'zlarimni anglab o'ltirgan daqiqalarning men uchun eng baxtlik o'yin ekanligini bilmabdiman. Bolalarım bilan deb yuribdiman. Menmi opamning bolasigu. Menmi bolalarimga chidamagandek u menga chidamaydi. Opam mehmongu, bolalarim bog'u deb opam yeniga kunda bormabdiman. Qo'lini tutib, bag'rimga mahkam yoqmabdiman. Ah, ana,
Men kechikibdiman. Nodon ekanman. Aqlsiz ekanman. Qancha yig'lasammi, onglig'inim aks sada. Ana deb qancha chaqirsammi, anglang'ini hasratlik sada. Yerlik beshiga chiqib, o'zimni esib, qabrini quchoqlab yig'lasammi, opamdan keladigan tasalli yo'q. Ana, hayot chig'ingda ko'p nasihatlaringga quloq solmagan ekanman. Do'st dushmanni ayirib bersangmi, ko'ngil bermabdiman. Donoligingni bilib tursammi, nadonlik qilibdiman. Bu dünya bir qonalg'u. Biz hammamiz bu qonalg'udagi bir mehmonmiz. Hammamiz Allohning dargohiga qaytquchilarmiz. Qilgan ishlarimizdan hisob berguchilarmiz. Ana, Alloh seni o'z dargohiga ep ketdi. Farzandlaring hasrat o'tida puchilandi. Muhtoj dillar bir saxovatchisidan ayrıldı. Bu mertebelik inoq oila qobil yo'lboshchisidan, dono maslahatchisidan ayrıldı. Hech qachon uyning to'ridan izini yo'qotmagan zokirmi eng zo'r tasallilaridan mahrum bo'ldi. Tug'ilib o'sgan yegona qo'ynuqmi bir yurt so'yar barakatli qizidan mangulik ayrıldı. Qeyrindosh o'tida puchilanayotgan bu tog'imi eng oxirgi bir yurak porasidan ayrıldı. Oddiy ham go'zal vatan beg'i qoynuq. Bu yerda onamning yoshlik izlari ko'milgan. U mangan chig'ir yo'llar asfalt yo'lga aylangan. U ishgan buloq suyi daryo suyiga qo'shilgan. U o'ynagan kulgan yigit qizlar yer qo'yniga singib ketgan. Ana, sening eng muqaddas vasiyating bo'lgan inoq ittifoq o'tinglar degan so'zingni yurakimizda saqlaymiz. Birliklik, ittifoqlik bilan ruhingni xush qilishga har vaqt tayyormiz. Aqlliq ana. Vidolish damlarida aytgan Murat chidamaydi. Hammanglarmi chidamaysizlar. Lekin Murat texmi chidamaydi degan so'zlaring yurakimni azmakda ana. Sana hargizmi chidamadim. Sakratimni meni kutib to'xtagan tiniqlaring tinig'imda. Alvida ana. Hammamizni atrofingga yig'ib, xosiyatlik duolaring, inoqlik vasiyatlaringni yurakimizga ko'chirib bo'lib ketdi. Mehribon Alloh. Sen hammaga qodirsan, qudratlisan. Mehribon apuchansan. So'yimlik onamga rahmat qilg'aysan. Mag'firat ishkini ochqin. Jannat bilan xabar bergin. Farishtalarni hamroh qilgin. Iymonini komil qilgin. Rahmating bilan uningga jannatdan o'rin bergin. Farzandlarini, mu'min musulmonlarni aman qilgin. Amin. Qizil guldan chekimizdan to'zib ketdim. Bir bulbuldan beg'imizdan uchib ketdim. Yurtimizning chirig'idan tuyuqsizli o'chib qolding. Farzandlaring yuragiga hijron devi selib ketdim. Farzandlarga kim tasalli berar endi? Kim seningdek dono so'zlar qilar endi?
Kim seningdek başkaların bağrığı besip, dost düşmanның tillerinden tosar emdi. Farzandinde zar ötken ana, tenhalığın sana yar yüler. Farzandinde zar ötken ana, tenhalığın sana yar yüler. Şamallarga dökken derdini hiç kim bilmez üzümdün biler. Ana mihriban ana, ana kadirdan ana, ana mihriban ana, ana periştem ana. Kirpik kakmay kançılap tünde, tünni künge yaş aksa, yürügünden kan aktı ana. Gözlerimden tamca yaş aksa, yürügünden kan aktı ana. Güzel alemnin koyaşı sen, mihriban ana. Mihrin goya denizden çeksiz, periştem sen mihriban ana. Mikrin goya denizden çeksiz, periştem sen mihriban ana. Ana mihriban ana, ana kadirdan ana, ana mihriban
ana ana periştem ana ana birden